Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Men Sirojiddin Malikov, IELTS 9 ball egasi. Niners Marathon doirasidagi IELTS Writing ikkinchi darsiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Task 1 Comparison graflardagi body paragraflarni qanaqa qilib top darajada yozishni o'rganamiz. Oldingi darsda sizlar bilan table ko'rinishidagi comparison graf haqida gaplashdik. Bu Cambridge kitobida berilgan va juda ham authentic test. Shuni hisobiga juda ham ko'p narsa o'rgansak bo'ladi bundan va bugungi tahlilni iloji boricha oxirigacha ko'ring va o'zingiz ham qolgan chartlarni yozayotgan paytingizda xuddi shunaqa tahlil qilishga harakat qiling. Sabab bu chartlar tayyorlanayotgan paytda siz qanday featurelarni body paragraflarda urg'u berib aytishingiz kerakligi, qanday featurelarni ta'kidlab aytishingiz kerakligi hammasi joylari qoldirib ketilgan bo'ladi va siz o'sha urg'u berayotgan joylarini aytib berganingizdagina juda ham yaxshi ball sohib bo'lishingiz mumkin. Endi hozirgi chartimizni ma'lumot beryapti, ko'rib turganingizdek consumer spending haqida buni oldingi dars overview mavzusida ko'rib chiqdik. Consumer spending haqida beryapti ma'lumot va bizda 5 ta davlat 3 xil aytimlar bor, ya'ni qayerga pullar sarflangani. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz biz ma'lumotlarni to'g'ri body paragraflarga bo'lib olishimiz kerak. Eng noto'g'ri qilinadigan ish bu davlatlarni birgalikda qilish bo'ladi. Sabab, agar siz davlatlarni birgalikda gapirib chiqadigan bo'lsangiz, bu yerdagi 3 ta kategoriyani bir-biriga solishtirishingizga to'g'ri keladi, 3 ta kategoriyani. Va shuni hisobiga juda ham ko'p gaplarni bir vaqtda gapirishingiz kerak va juda ham ko'p ma'lumotlarni bir vaqtda aytishingiz kerak bo'ladi va shuni hisobiga juda ham chalkash chiqib keladi. Body paragrafni ajratayotgan paytimizda biz eng qilishimiz kerak bo'lgan ish asosiy kategoriyalar neshaligini topib olish bo'ladi va soni eng kamiga qarab body paragraflarga bo'lish bo'ladi. Misol uchun, bu yerda davlatlarni kategoriyasida 5 ta berilgan, aytimlarning kategoriyasida 3 ta berilgan. Demak, son jihatidan kamroq bizda bo'lyapti bu yerdagi aytimlarni soni. Shuni hisobiga biz bu yer taraflama bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni food and drink bitta body paragraf, clothing, footwear alohida body paragraf, leisure education alohida body paragraf. Endi qaysinisi body paragraf 1 ga kiradi desangiz, ma'lumotlar bo'yicha highest, ya'ni eng kattasi body paragraf 1 bo'ladi, ikkinchi kattasi second highest SH deb yozaman, ikkinchi kattasi juda ham xunuk yozyaptim ishkada. Ikkinchi kattasi body paragraf 2 bo'ladi va eng kichkinasi lowest body paragraf 3 bo'lishi kerak bo'ladi. Endi body paragraflarga umumiy ajratib olganingizdan keyin sizni qilishingiz kerak bo'lgan ish bu har bitta body paragrafda qaysi ketma-ketlikda siz gap gapirishingizni o'ylab olishingiz kerak. Xo'p, har doim biz body paragraflarda eng kattasidan boshlaymiz. Body paragraf birimizda, ya'ni food drink haqida gapirayotgan bo'lsak, demak Turkey eng birinchi aytilishi kerak, chunki ko'rib turganingizdek, bu yerda eng katta figura shuniki bo'lyapti, 32%. Undan keyin Irelandga aytilishi kerak bo'ladi va qolganlarini yana har xil mantiqqa asoslangan holatda aytib ketamiz. Misol uchun, Italiya, Ispaniya, Sweden degisida sezib turganingizdek raqamlar bir-biriga juda ham yaqin. Shuni hisobiga bularni hammasini birdaniga aytib yuborsak bo'ladi va buni qanday aytishni hozir misol tariqasida ko'rsatib beraman. Ya'ni birinchi Turkiyni aytishimiz kerak, ikkinchisi Ireland aytishimiz kerak, uchinchisi bu uchalasini birdaniga aytishimiz kerak bo'ladi. Qachon birdaniga aytiladi? Raqamlar bir-biriga yaqin bo'lgan paytda. Ya'ni 1-2% ga raznica qilayotgan bo'lsa yoki 1-2 digitga farq qilayotgan bo'lsa, birgalikda aytib olishingiz kerak. Xo'p, undan keyin clothing and footwear ga o'tamiz. Clothing va footwear da ham tabiiyki eng kattasi bilan boshlanadi, ya'ni Italy bilan. Highest shu bo'lgan, ya'ni eng ko'p pul sarflangan Italiya tomonidan 9% deyiladi. Keyin shunga qo'shib mana lowest'ni ham aytib boramiz. Sabab qolgan 3 tasi deyarli bir xil. Ya'ni almost the same bo'lgani uchun eng kattasi Italiya, eng kichkinasi Sweden va mana uchalasi bir xil degan ma'lumot kelib chiqadi. Va shunga o'xshagan
logikani, ya'ni mantiqni siz boshqa comparison graflarda ham ko'rsangiz bo'ladi. Men shu paytgacha ahamiyat berganim, chartda ekzaminerlar hech qachon har bitta kategoriyaga bir xil mantiq qo'ymaydi. Qaysidir kategoriyada, misol uchun o'xshashlik bor bo'lsa, qaysidir kategoriyada bir xillik bor bo'ladi. Qaysidir kategoriyada 2 barobar, 3 barobar farq berilgan bo'ladi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa eng kattasi va eng kichkinasini aytganingizdan keyin qolgan mantiqlarni ham topib aytib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, leisure and educationga o'tadigan bo'lsak, eng ko'p pul sarflagan bu yerda Turkey highestda. Birinchi shu aytilinadi. Undan keyin bu yoqda ahamiyat bersangiz, qarang, Italiya bilan Swedenniki bir-biriga juda ham yaqin bo'lgan. Italiya bilan Swedenniki va Ireland bilan Spainniki juda yaqin bo'lgan bir-biriga. Ya'ni eng kattasini aytgandan keyin bu ikkalasi bir-biriga juda ham o'xshash bo'lgan, comparable bo'lgan va xuddi shunaqa mantiq Ireland va Spain orasida ham kuzatilingan degan gap gapirishingiz kerak va buni misol uchun bizga hech qachon ekzaminerlar bunaqa ko'rinishda berib qo'ymaydi. Misol uchun bunisini 2% qilib, bunisini ham 2% qilib qo'ymaydi ko'pincha. Sabab, agar ikkalasini 2%, misol uchun bunisini 3% desaydi, bunisini ham 3% qilib qo'yadigan bo'lsak, agar buni mantig'ini ko'rish juda ham oson bo'lib qoladi. Shuning uchun ekzaminerlar ozgina farqlar berib qo'ygan bo'lishi mumkin va siz shu holatda ham buni mantig'ini topib aytib bera olishingiz kerak. Endi hozir men bu yerda shunchaki body paragraflar uchun detalni tahlil qilib oldim berilgan table'ni. Endi hozir sizlar bilan biz ko'rib chiqamiz. Juda ham kuchli yozilgan, yaxshi yozilgan body paragraflar va uni ichidan har xil grammatik strukturalar, har xil aytish yo'llari, har xil vocabularylar ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turganingizdek 3 ta paragraf berilgan va 3 ta paragraf boyaga ko'rsatgan ko'rinishimda yozib chiqilgan. Xo'p, in food, drinks and tobacco, the proportion of spending was particularly high in Turkey at 32%, 32.14%. Ya'ni food, drink, tobacco ga keladigan bo'lsa, spending sezilarli darajada katta bo'lgan Turkiyada, ya'ni katta bo'lgan aytib olinyapti. Particularly high deyilgani, ya'ni eng kattasi demoqchi bo'lyapti. Followed closely by Ireland, ya'ni ikkinchi kattasi, ya'ni buni orqasidan Ireland kelgan at 28.91%. By contrast, bularga farqli ravishda the figures for Spain, Italy and Sweden were significantly lower, ranging from 15.77% to 18.80% deb aytilyapti. Shu yerda siz bilan biz bitta chiroyli tilni o'rganib ketishimiz mumkin. Misol uchun, agar ma'lumotda o'xshashlik bo'ladigan bo'lsa, qaysidir uchtasi bir-biriga juda ham yaqin bo'ladigan bo'lsa, mana bu ko'rinishda yozishingiz mumkin. Misol uchun, the figures for A, B and C were lower, ranging from eng kichkina raqam aytiladi, eng kichkina foiz to eng katta foiz, shularning ichidagi eng katta foiz. Mana bu yerdagi lower oldida bu yerda bizda significantly lower degan so'z turibdi. Agar significantly lower bo'lsa, significantly deb aytasiz. Agar nomiga agar pastroq bo'ladigan bo'lsa, slightly lower deysiz. Bu yoqda adjective, adverblarini siz o'zingiz chartdagi berilayotgan ma'lumotga qarab topishingiz mumkin. Mana shu yerda siz useful structure o'rgansangiz bo'ladi. Useful structure. Xo'p. Keling, shuni chiroyli qilib qo'yaylik. Endi body paragraph 2 da expenditure on clothing and footwear boshlanyapti. Bu yerda birinchi gapimiz topic sentence bilan boshlangan. Topic sentence da o'zi boya tahlil qilganimizda ko'rganinglardek, clothing and footwear da juda ham o'xshash edi raqamlar bir-biriga. Shuning uchun expenditure on clothing and footwear was much more uniform degan topic sentence beriladi. Ya'ni bularni ustida bo'lgan rasxod, bularga ketkazilgan rasxod ancha bir-biriga yaqin edi, o'xshash edi degan ma'lumot chiqyapti. Keyin ketidan primoy boshlab ketishimiz kerak, eng kattasi qaysi bo'lganini. Ya'ni bu yerda Italy 9% bilan eng kattasi bo'lgan. Italy recorded the highest proportion at 9%, whereas Sweden spent the least at just about 5%. To'g'rimi?
Ya'ni eng kattasiga eng kichkinasi solishtirib aytilyapti. Endi mana qolgan 3 ta davlatniki boya ko'rganimizdek juda ham bir xil edi. The other three countries, chiziqcha, Ireland, Spain and Turkey displayed near identical figures. Ya'ni bu yerda yaxshi bitta language o'rgansak bo'ladi. Agar figuralar bir-biriga juda ham yaqin bo'ladigan bo'lsa, display near identical figures deb aytib ketsak bo'ladi. Faqat uni kontekstga to'g'ri tushirishimiz kerak. Slightly above 6% deb turib, biz nima qo'yamiz? Illustration, ya'ni necha foiz bo'lganini aniq son bilan aytib beryapmiz. Endi keyingi paragrafimiz o'sha to'g'ridan to'g'ri leisure and education. Leisure bilan education o'zi 3-body paragrafga olotganimizning sababi buni u eng kami bo'lgani edi, eng kichkinasi bo'lgani edi. Shuni endi topic sentence qilib aytamiz. Turning to leisure and education, all nations devoted the smallest fraction of their total spending to this area. Ya'ni eng kam miqdordagi pulni ajratgan deb topic sentence beriladi. Turkey again led with 4.35%. Ya'ni Turkiya yana liderlik qildi, ya'ni topda bo'ldi, chunki mana birinchi body paragrafimizda ham Turkiya eng balani edi. While Italy and Sweden followed at around 3.2%. Ya'ni Italiya bilan Sweden buni orqasidan kelgan va bu 3.2% bo'lgan. Ireland and Spain allocated the least. Bu ikkalasi eng kam miqdorda pul ajratgan. Each at approximately 2%, highlighting a considerably lower priority given to this category across the board. Ya'ni bu kategoriyaga eng kam e'tibor berilgan, eng kam top listda turgan deydimi? Xullas. Endi boya men buni tahlil qilib berayotgan paytimda bir-biriga juda ham o'xshash edi va xuddi shu pattern men Ireland bilan Spainda ham kuzatilgan degan ma'lumotni bergan edim va bu narsa bu yerda yozilmagan va shuni hozir birgalikda qo'shamiz sizlar bilan. Qaranglar. Turkey again led with 4.35% while Italy followed at around later. Okay. Ireland and Spain allocated the least degandan keyin qarang. Mana shu yerda nimadir qilib qo'shib ketishimiz kerak edi. Followed with almost the same allocation of money at 3.2%. Ya'ni bu ikkalasi Italiya bilan Sweden deyarli bir xil miqdordagi pul sarfi bilan ketidan kelgan va bundan keyin the same demayli a comparable pattern was seen in Ireland and in the figures for Ireland. Ya'ni Ireland va Spain figuralarida shunaqa o'xshash pattern kuzatilgan. Where bu yerda hozir ozgina grammatikasini anaqa qilamiz. Where mashina virgul qo'yib turib, both of which allocated the least, each at approximately 2% deb qo'shib ketamiz. Ya'ni o'xshash pattern kuzatilgan Ireland va Spain figuralarida bularni ikkalasi ham eng kamini anaqa qilgan, ajratgan, sarflagan va har biri 2% dan bo'lgan. Mana bu yerga the same allocation of money ni biz mana bu yerda each deb aytib ketyapmiz endi. Shuni hisobiga o'sha hamma key featurelar to'liq qamrab olingan bo'lib chiqyapti. Endi bu grafdan biz yana bu body paragrafdan yana nimalarni o'rgansak bo'ladi. Key featurelarni topganingizdan keyin ularni urg'u berib aytishingiz kerak. Ya'ni emphasize qilish deymiz biz ingliz tilida. O'shandagina highlight qismiga javob bergan bo'lasiz task achievementni. Va buni men hozir ko'p joylarida qoraga olib belgilab ketdim. Qachon biz highlight qilgan hisoblanamiz? Qaraymiz, eshitamiz. Qaysi qismlar highlight qilinishi kerak? Which features must be highlighted? Qaysi qismlar highlight qilinishi shart?
Birinchisi, the highest figures. Har bitta kategoriyadagi highest figuralarni uni highestligini etib qilishingiz kerak. Ikkinchisi, lowest figures. The lowest figures. Ya'ni eng kichkina figuralar ularni eng kichkinaligini etib highlight qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, the same figures. Ya'ni deyarli bir xil bo'lgan figuralarni alohida ularni highlight qilib bir xilligini aytish kerak. Keyingisi, similar figures. Ya'ni bir-biriga o'xshash bo'lgan figuralarni bir-biriga solishtirib yoki aytib ularni similarligini, men bu yerda comparable degan so'zdan foydalanib etdim. Siz similardan foydalansangiz bo'ladi. Beshinchisi, twice as large as larini, ya'ni 2 baravar difference bo'ladi-yu, double the proportion bo'ladi. 2 baravar farq bo'layotgan bo'lsa ham biz yechishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda menimcha men ko'rmadim bunaqasini. Lekin boshqa comparison chartlarda 2 baravar farqlar bo'ladi. Uni 2 baravarligini bir-biridan farqini chiroyli qilib aytishingiz kerak bo'ladi. Yana bizni harakat qilishimiz kerak comparison qilishga. O'sha comparisonni o'zi ham o'zi aslida highlight qismi hisoblanadi. Iloji boricha kattani kichkinaga yoki o'xshashlarni bir-biriga hammasini aytadigan bo'lsak, chiroyli bo'lib o'zi общийda o'zi highlight chiqib keladi, comparison chiqib keladi va bu comparisonimiz tengdir highlightga. Va shuni hisobiga biz comparison chartdan kamida 8 ballni qo'lga kiritishimiz mumkin. Hammaga rahmat. Menimcha foydali bo'ldi.